uyga ishlatish uchun xo'jalikbob va ro'zg'orbob modeldagi mini tegirmon so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizda 220 tokli ishlaydigan mini tegirmonlarimizni yangi partiyalari yetib kelgani munosabati bilan hozir bu tegirmonimizni sizlarga qo'ldan kelgancha obzorlarni qilib o'tamiz. Kimga mana shu turdagi mini tegirmon apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bu mini tegirmonimizni videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Xo'jalikbob va ro'zg'orbob model deganimizning sababi hamma joylarda 220 tok bor. Uyingizga qo'yib ham bemalol soatiga 250 kilogramdan boshlab 500 kilogramgacha bemalol don mahsulotlaringizni un darajasiga keltirib chiqarish imkoniyatlaringiz bor. Bu mini tegirmonimizni hozir ishlash jarayonlarini ham sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu mini tegirmon apparatida nimalarni maydalab chiqarish mumkin deb so'ragan akalarimiz uchun uyingizdan chiqadigan don mahsulotlarini hammasini un darajasiga keltirib chiqarib ishlatishlaringiz mumkin. Bu degani uyingizdan chiqadigan makkalaringiz, bug'doy, arpa, sholi, shunga o'xshagan mahsulotlaringizni o'zini komprektdagi setkalari yordamida 0.5 lik va 0.3 lik setkalari bor akalar. Shu setkalari qo'yilgan holatida o'zi bu vakuumli hisoblanadi. Avtomatik o'zi tortib oladi. Tortib olgan mahsulotini ichida, bunkerning ichida maydalab, bu tomondan sizga tayyor un holatiga keltirib chiqarib bera oladi. Bu mini tegirmonimizni xo'jalik va ro'zg'orbob model deganda shuni nazarda tutilyapti akalar. Xo'p, e'tibor beringlar, o'zini xarakteristikalariga ko'ra ham soatiga 250 kilogramgacha chiqarib bera oladi. Agarda uyingizda tok yaxshi bo'ladigan bo'lsa va eng sifatli bo'lgan original motorlardan qo'ydirib oladigan bo'lsangiz, bemalol soatiga 500 kilogramgacha don mahsulotlaringizni un qilib chiqarish imkoniyatlaringiz bor. Tirikchilik qilaman deb yurgan akalarimiz ham uyingizga bitta mana shu turdagi tegirmondan qo'yib beradigan bo'lsangiz, mahallani qo'yiga, moliga o'zingiz bemalol yemlarni chiqarib berish imkoniyatlaringiz bor. Sezonida makka jo'xorilar ham anchagina arzon bo'ladi. Siz sotasi bilan olib, maydalab uyingizga tayyor qilib beradigan bo'lsangiz, qish paytida mana shu holatda bemalol soatiga 250 kilogramdan boshlab 500 kilogramgacha bemalol un qilib chiqarib aholiga sotish imkoniyatlaringiz ham bor. Xo'p, bu mini tegirmon apparatimizni ishlash prinsipiga tanishtirib o'tadigan bo'lsa, ishlash prinsipi bu tomondan o'zi mana shunday shlanglar yordamida avtomatik tortib oladi. Vakuumli drabilka hisoblanadi akalar. O'zi avtomatik tortib olgan mahsulotini e'tibor berishlaringiz mumkin. Ichki tomonida mana shunday o'zini setkalari qo'yilgan bo'ladi. Bu setkalarni xohlagan razmerga qo'yib ishlatishingiz bo'ladi. Bu 0.5 lik setkasi bo'ladi akalar. Bu esa 0.3 lik setkasi bo'ladi. Siz qancha mayin chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsa, setkalarni o'zingiz xohlagan darajada qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Ichki tomon sistemasi ham mana shunday bunkerli bo'ladi akalar. Mana shu ichkaridan setkadan o'tgungacha maydalab sizga tayyor qilib chiqarib beradi. Xo'p, bu o'zi tortib olib ichkarida maydalangan mahsulotini o'zi avtomatik bu tomondan akalar bittagina qop yoki korobka yoki qanaqadir moslama qilib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik shu joyda o'ziga bunkerga to'plab beradi. Xo'p, endi motor tomonga o'tadigan bo'lsak, motor tomonda ishlash prinsipi через remen orqali bo'ladi. Motorlarni hozirgi paytda ba'zi bir joylarda tok past bo'lganligi uchun motorlarni moslab berish imkoniyatlari bor. Bu degani 180 tokdan boshlab 220 tokkacha motorlarni qo'yib bera olamiz. Bu degani 3 kilovatli, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 kilovatli motorlargacha qo'yib berish imkoniyatlari bor. Bularda o'zini zavodskiy motorlari 3 kilovatli alyumin admotkali 1800 оборотli bo'ladi. Agarda uyingizda tok 220 dan baland bo'ladigan bo'lsa, o'zini motorlari bilan olishlaringiz mumkin. Agarda uyingizda tok past bo'ladigan bo'lsa, biz sizlarga uyingizda tokka qarab turib motorlarni moslab tayyorlab bera olamiz. Hozirgi paytda bu mini tegirmon apparatimizni o'zini komplektlariga ikkitadan setkalari va 6 oygacha garantiyalarni qilib beramiz. Bu mini tegirmon apparatimizning narxiga qiziqqan akalarimiz uchun narxlari eng arzon modellari, o'zini zavodskiy holatidagi modellari akalar $220 dan boshlab
500 dollargacha variantlari bor. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Bu degani 220 dollarlik va 500 dollarlik varianti degani emas. Motorlar o'zgarishiga qarab 300 dollarlik, 350, 400, 500 har xil modellari bor. Motorlarni qo'yib tayyorlab beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'ydik. Bizning do'konlarimizda sonlari chegaralanmagan holatda xarid qilib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlarga mana shunday mini tegirmonlar, xohlaganlar uchun boshqa turdagi drabelkalarimizdan ham bizning do'konlarimizdan topishlaringiz mumkin. Va boshqa turdagi qishloq xo'jaligi texnikalarini ham Optim bazasi hisoblanadi akalar. Ekranga nomer qoldirib qo'yapmiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, qanday texnika kerak bo'lsa ham aloqaga chiqib sotib olishlaringiz mumkin. Manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i Agro Servis do'koni akalar. Endi sizlar bilan bu mini tegirmon apparatimizni bitta ishlash jarayonini ham ko'rib chiqamiz akalar. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Sizlar bilan bitta ishlash videosini ko'rib chiqamiz endi. Videomizni boshladik. O'zi setkalari bor, shu setkalarni alishtirib, kattaroq, yiriroq qilib chiqarsalar bo'ladi. Bo'ldi.